Assalomu alaykum aziz opa-singillar, onaxonlar va yaqinlarning pensiyasi haqida qayg'urayotgan farzandlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensioner ayollar uchun pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangi tartib va qayta hisoblash imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotni beparvo o'tkazib yubormang. Chunki ko'p ayollar yillar davomida o'zlariga tegishli bo'lgan staj, imtiyoz yoki qo'shimcha hisob-kitobdan foydalanmay kelgan bo'lishi mumkin. Agar oilangizda pensioner ona, buvi, opa yoki xola bo'lsa, bu videoni ularga albatta yetkazing. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men oddiy tilda, hujjat bilan, misollar bilan tushuntiraman. Kimlar pensiyasini qayta ko'rib chiqtirishi mumkin? Qaysi davrlar stajga kiradi? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish zarur? Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Ayol kishi umrining katta qismini mehnat qilgan, farzand tarbiyalagan, uy ro'zg'or, ish, oila orasida yurgan, lekin pensiyaga chiqqanda uning ayrim davrlari hujjatda ko'rinmay qolgan. Natijada pensiya kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa sobiq korxonalar yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida yozuvlar to'liq bo'lmagan, arxiv hujjatlari topilmagan yoki farzand parvarishi davrlari hisobga olinmagan ayollarda ko'p uchraydi. Avvallari ko'pchilik nima deb o'ylardi? Pensiya bir marta tayinlandimi? Endi uni o'zgartirib bo'lmaydi. Hujjatlarim yo'q, baribir foydasi yo'q. Men dekretga chiqqanman, u davr hisoblanmaydi. Bolalarimni katta qilganman, ammo ishlamagan, davrlarim stajga kirmasa kerak deb o'ylashardi. Shu sababli juda ko'p onaxonlar pensiya organiga qayta murojaat qilmaydi, hujjat yig'maydi, tekshirtirmaydi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya ishini qayta ko'rib chiqish, ilgari hisobga olinmagan davrlarni aniqlash, arxiv ma'lumotlarini kiritish, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlarni qonunda ruxsat etilgan tartibda stajga qo'shish bo'yicha imkoniyatlar ancha aniqroq va qulayroq bo'lib bormoqda. Davlat xizmatlari elektron bazalar, arxiv so'rovlari pensiya jamg'armasi bilan ishlash tartibi asta-sekin raqamlashtirilmoqda. Eng muhimi, pensioner ayol men pensiya chiqib bo'lganman, endi kech deb o'ylamasligi kerak. Agar qo'shimcha hujjat topilsa yoki avval e'tibordan chetda qolgan davr isbotlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda men juda muhim narsani aytaman. Har bir ayolning holati alohida tekshiriladi. Kimdadir qayta hisoblash pensiyani oshiradi, kimdadir o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin tekshirtirib ko'rmaslik eng katta xato. Chunki AB 1000 so'm, B 1000 so'm yoki 2000 so'm farq bir oyda kichik ko'rinishi mumkin. Lekin bir yilda bu ancha pul bo'ladi. Pensioner uchun dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat xarajatlari bor. Shuning uchun har bir so'm muhim. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi navbatda pensioner ayollar bilishi kerak bo'lgan masala bu mehnat staji masalasidir. Pensiya miqdori odatda ikki asosiy narsaga bog'liq: ish staji va ish haqi bo'yicha olingan ma'lumotlar. Agar ayolning ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa yoki ish haqi ma'lumotlari past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham kamroq chiqishi mumkin. Masalan, ayol 25 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat 19 yil tasdiqlangan. Qolgan 6 yil bo'yicha korxona yopilgan, arxivdan ma'lumot olinmagan. Shunday holatda ayol bo'ldi, shu ekan deb yurmasligi kerak. Arxivga so'rov berish, eski korxonaning huquqiy vorisini aniqlash, tuman yoki shahar arxivlaridan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxasini olish mumkin. Ikkinchi muhim masala farzand parvarishi davrlari. Ko'plab ayollar farzand tug'ib, ma'lum vaqt ishlamagan, bola parvarishi bilan shug'ullangan. Qonunchilikda belgilangan shartlar asosida bolani parvarishlash bilan bog'liq ayrim davrlar stajga kiritilishi mumkin. Bu yerda hamma davr avtomatik qo'shiladi deb tushunmaslik kerak. Pensiya organi tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, mehnat faoliyati, o'sha paytdagi ish joyi va boshqa hujjatlarni ko'rib chiqadi. Lekin aynan shu masala ko'plab pensioner ayollar uchun muhim. Chunki ayrimlar farzandlari haqidagi ma'lumotlarni pensiya ishiga kiritmagan bo'lishi mumkin. Bir misol keltiraman. Gulbahor opa 55 yoshida pensiyaga chiqqan. Mehnat daftarchasida 12 yil ish staji ko'rinib turgan. Pensiya minimalga yaqinroq tayinlangan. Keyin qizi onasining hujjatlarini ko'rib, ikki farzand tug'ilgan davrida onasi rasmiy ish joyidan bola parvarishi ta'tilga chiqqanini aniqlaydi. Eski korxona hujjati arxivdan topiladi. Pensiya jamg'armasiga ariza beriladi.
tekshiruvdan so'ng ayrim davrlar stajga qo'shiladi va pensiya qayta hisoblanadi. Natijada pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil summa degani emas, lekin asosiy fikr shuki, hujjat bo'lsa, imkoniyat bor. Yana bir misol. Ma'mura opa Sovet davrida tikuv fabrikasida ishlagan, keyin zavod yopilgan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasida muhr xiralashgan. Yozuvlar noaniq bo'lgani uchun dachil hisobga olinmagan. Opa bu masalani tushunmagan, davlat biladi deb yuravergan. Keyin nevarasi arxivga murojaat qilgan. Arxivdan ishga kirgan va ishdan bo'shaganligi haqidagi buyruq nusxalari olingan. Pensiya organi bu hujjatlarni ko'rib chiqib stajni to'ldirgan. Bunday holatlar hayotda juda ko'p. Endi kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchidan, pensiyasi juda past bo'lgan, lekin aslida ko'p yil ishlagan ayollar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida bo'sh joylar bor. Ayrim yillar ko'rinmaydi. Yozuvlar xato yoki noaniq bo'lganlar. Uchinchidan, farzand parvarishi sabab ish faoliyatida uzilishlar bo'lganlar. To'rtinchidan, kolxoz, sovxoz, fabrika, zavod, maktab, bog'cha, shifoxonada tashkilotlari kabi eski tashkilotlarda ishlagan, lekin korxona yopilib ketgan ayollar. Beshinchidan, turmush o'rtog'i vafot etgan va boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yoki boshqa turdagi pensiya imkoniyatlarini bilmayotgan ayollar. Kimlar esa ortiqcha xavotir olmasa bo'ladi? Agar sizning pensiya ishlaringiz yaqinda to'liq elektron bazalar asosida rasmiylashtirilgan bo'lsa, barcha ish yillaringiz mehnat daftarchasi va arxiv hujjatlari bilan tasdiqlangan bo'lsa, farzand parvarishi davrlari avvaldan hisobga olingan bo'lsa, unda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin shunda ham men kamida bir marta pensiya jamg'armasidan yoki MyBokkov uz orqali o'zingizga oid ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xatolar faqat eski hujjatlarda emas, elektron kiritishda ham bo'lishi mumkin. Yana bir muhim jihat, pensiya faqat staj bilan oshmaydi. Ish haqi ma'lumotlari ham katta rol o'ynaydi. Masalan, ayol 30 yil ishlagan, lekin pensiya hisoblashda uning past maosh olgan yillari olingan bo'lishi mumkin. Agar qonunchilik ruxsat beradigan tartibda yuqoriroq ish haqi bo'lgan davrlar bo'yicha hujjat topilsa, qayta hisoblash natijasida pensiya oshishi ehtimoli paydo bo'ladi. Ayrim ayollar men 90 yillarda yaxshi maosh olganman, lekin hujjati yo'q deydi. Bu holatda arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Endi eng ko'p xatoga sabab bo'ladigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, har bir hujjat pensiya organi uchun yetarli isbot bo'lavermaydi. Masalan, qo'shnining guvohligi, eski surat, rahbarning og'zaki aytgani, kasaba uyushmasi bileti har doim ham stajni tasdiqlash uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Asosiy kuchga ega hujjatlar, mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi qaydnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, korxonaning rasmiy tasdiqlari. Shuning uchun men u yerda ishlaganman, hamma biladi deyish yetmaydi. Hujjat kerak. Ikkinchi nozik masala, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma borligi har doim avtomatik ravishda pensiyani oshiradi degani emas. Farzand borligi albatta muhim, lekin pensiya hisobida qaysi davr, qanday shart bilan, qancha muddat stajga kiritilishi alohida tekshiriladi. Masalan, ayol bola tug'ilgan paytda rasmiy ishda bo'lganmi? Parvarish ta'tili rasmiylashtirilganmi? Umumiy staj yetarlimi? Avval bu davr qo'shilganmi yoki yo'qmi? Bularning hammasi ahamiyatli. Uchinchi nozik masala, bir davr 2 marta hisoblanmaydi. Ba'zan ayol bir vaqtda ham ish staji, ham farzand parvarishi davrini qo'shtiraman deb o'ylaydi. Agar o'sha davr allaqachon ish staji sifatida kiritilgan bo'lsa, uni yana alohida qo'shish mumkin bo'lmasligi ehtimoli bor. Pensiya organi takroriy hisoblashga yo'l qo'ymaydi. Shu sababli maqsad hamma narsani qo'shtirish emas, balki hisobga olinmay qolgan davrni aniqlashdir. To'rtinchi masala, hujjatlardagi ism familiya farqlari. Ayollarda bu juda ko'p uchraydi. Qiz familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Ayrim hujjatda ismi bir harf bilan boshqacha yozilgan. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnara, Hadicha bir joyda Hadicha bo'lib qolgan. Bu mayda narsa emas. Pensiya organi hujjat aynan sizniki ekanini ko'rish kerak. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar farq katta bo'lsa, ba'zan sud orqali hujjatning tegishliligini aniqlashga to'g'ri keladi. 5-masala, arxivdan ma'lumot topilmasligi. Korxona yopilgan, hujjatlar yo'qolgan, arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Bu eng murakkab holatlardan biri.
Lekin bu ham darhol ta'sir bo'lish kerak degani emas. Avvalo korxonaning huquqiy vorisi bormi? Qaysi vazirlik yoki tashkilotga qaragan? Tuman arxiviga topshirilganmi? Viloyat arxivida bormi? Soliq yoki boshqa idoralarda maosh bo'yicha iz qolganmi? Bular tekshiriladi. Ayrim hollarda sud tartibida mehnat faoliyatini tasdiqlash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu masalada yurist bilan maslahatlashgan ma'qul. 6-masala. Pensiya qayta hisoblanganda pul qachondan to'lanadi? Ko'pchilik agar 5 yil oldin xato bo'lgan bo'lsa, 5 yillik farqni to'lab berishadimi deb so'raydi. Bu savolga har doim bir xil javob berib bo'lmaydi. Chunki to'lov muddatlari murojaat va hujjat taqdim etilgan sana. Xatoning kim tomonidan va qanday aniqlangani qonunchilikdagi aniq normalarga bog'liq. Amaliyotda ko'pincha qo'shimcha hujjatlar taqdim etilgandan keyingi davr uchun qayta hisoblash qo'llanadi. Shuning uchun bugun hujjat topshirmaslik ertangi pulni yo'qotish bilan barobar bo'lishi mumkin. Mening maslahatimgina emas. Amaliy xulosa ham shu cho'zib yurmang. 7-nozik holat. Pensioner ayol ishlayotgan bo'lsa, ba'zi ayollar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi qo'shimcha staj. Qayta hisoblash tartibi alohida qoidalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin yana bir necha yil rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davrlar bo'yicha ham pensiya jamg'armasidan maslahat oling. Ba'zan ayollar men pensiya dedim, ishlaganim endi hech narsaga o'tmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Shuning uchun tekshirish kerak. 8-masala. Nogironligi bor ayollar. Boquvchisini yo'qotgan ayollar yoki boshqa turdagi pensiya oluvchilar. Har bir pensiya turi bo'yicha hisoblash usuli farq qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil emas. Ayol turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin qaysi pensiya turi unga foydaliroq bo'lishi mumkinligini bilmasligi mumkin. Ba'zan o'z pensiyasida qolish ma'qul, ba'zan boshqa turdagi ta'minot imkoniyatlarini tekshirish kerak bo'ladi. Buni faqat taxmin bilan emas, hisob-kitob bilan aniqlash kerak. Endi men sizga aniq yo'l yo'riq beraman. 1-qadam. Uyda mavjud barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmatga aloqador hujjatlar bo'lsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan haqidagi hujjatlar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, eski buyruq nusxalari, kasaba uyushmasi yoki korxona ma'lumotnomalari hammasini papkaga soling. Hujjat eski, sarg'aygan, yirtilgan bo'lsa ham tashlab yubormang. Ba'zan eng kerakli ma'lumot aynan eski qog'ozda bo'ladi. 2-qadam. Mehnat daftarchangizni yillar bo'yicha tekshiring. Qaysi yili ishga kirgansiz, qaysi yili chiqqansiz, orada bo'shliq bormi, muh bormi, imzo bormi, korxona nomi aniqmi? Bularni ko'ring. Masalan, 1995 yildan 1990 yilgacha ishlaganingizni bilasiz, lekin daftarchada faqat 1995 yil ishga kirganingiz yozilgan. Ishdan chiqqan sana yo'q. Bu muammo bo'lishi mumkin. Yoki aksincha ishdan bo'shash bor, ishga qabul qilish buyrug'i yo'q. Bunday joylarni alohida qog'ozga yozib chiqing. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Arizada pensiya ishingizni qayta ko'rib chiqishni, qo'shimcha staj yoki ish haqi hujjatlarini inobatga olishni so'rashingiz mumkin. Arizani og'zaki aytib ketmang, yozma topshiring. Arizangiz kirim qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Bu keyin javob muddatini kuzatish uchun kerak. 4-qadam. Arxivga so'rov bering. Agar qaysi korxonada ishlaganingizni bilsangiz, korxona nomi, ishlagan taxminiy yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangizni yozing. Masalan, men 1992 yildan 1999 yilgacha falon tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman. O'sha paytdagi familiyam Karimova bo'lgan, hozir Turdiyeva. Shunday aniq yozsangiz, arxiv xodimlariga topish osonroq bo'ladi. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, yangi nomini ham yozing. 5-qadam. Farzandlar bo'yicha hujjatlarni tekshiring. Har bir farzandning tug'ilganlik guvohnomasi nusxasini tayyorlang. Agar siz bola parvarish ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz, eski ish joyidan yoki arxivdan shu davrga oid buyruqlarni so'rang. Bola parvarish ta'tiliga chiqarish to'g'risida yoki shunga o'xshash buyruqlar bo'lsa, bu juda muhim bo'lishi mumkin. 6-qadam. Familiya o'zgarishlarini bog'lang. Qiz familiyangiz bilan ishlagan bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi kerak.
Agar bir necha marta familiya o'zgargan bo'lsa, har birini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Pensiya organi hujjatlaridagi odam bilan hozirgi pensiyalar bir shaxs ekanini aniq ko'rish kerak. 7-qadam javobni kuting va javobni diqqat bilan o'qing. Agar pensiya jamg'armasi rad etildi desa, nima sababdan rad etilganini yozma ravishda bilib oling. Hujjat yetishmayaptimi, davr qonun bo'yicha kiritilmaydimi, ma'lumot tasdiqlandimi, sabab boshqacha bo'lishi mumkin. Sababni bilmasdan turib keyingi qadamni belgilab bo'lmaydi. 8-qadam, agar norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi idoraga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Lekin men har doim avval mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zan odam sudga boradi, lekin kerakli hujjatni to'g'ri tayyorlamagani uchun vaqt ketadi. Ba'zan esa oddiy arxiv ma'lumotnomasi masalani hal qiladi. Yana bir amaliy maslahat: farzandlar, nevaralar, sizlar ham yordam beringlar. Onaxonlar ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Hujjatlarni tushunmaydi. Ariza yozishga uyaladi yoki cho'chiydi. Siz ularning mehnatini qadrlab bir kun vaqt ajrating. Mehnat daftarchasini rasmga oling, hujjatlarni skaner qiling, arxivga so'rov yozing, pensiya jamg'armasiga birga boring. Birgina to'g'ri murojaat oilangizdagi pensioner ayolning daromadini o'yga oshirishi mumkin. Men yana shuni aytaman: hech kimga pasportingizni, bank kartangizni, SMS kodlaringizni bermang. Pensiyangizni oshirib beraman. Oldindan pul bering degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy murojaat pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, My.gov o'z yoki tegishli arxivlar orqali qilinadi. Agar kimdir kafolat berib 100% oshirib beraman desa, bu shubhali. Chunki pensiya faqat qonuniy hujjat va hisob-kitob asosida oshadi. Bugun men tushuntirgan eng muhim fikr shuki, pensioner ayollar o'z pensiya ishini tekshirtirishdan qo'rqmasligi kerak. Agar mehnat staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, farzand parvarishi davrlari hisobga olinmagan bo'lsa, ish haqi hujjatlar topilmagan bo'lsa yoki familiya o'zgarishi sabab hujjatlar chetda qolgan bo'lsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natija har bir ayolda har xil bo'ladi, lekin imkoniyatni tekshirmaslik katta xato. Hozir sizdan iltimosim, bu ma'lumotni onangizga, buvingizga, opangizga, qo'shningizga yetkazing. Izohlarda yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya staji, dekret davri, arxiv hujjati bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqing. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjatlar bo'yicha oddiy odam tushunadigan tilda aniq ma'lumot berib boraman. Sizning bitta laykingiz ham bu muhim xabar ko'proq pensioner ayollarga yetib borishiga yordam beradi.